Siz kim bilan munosabatda bo'lishingizdan qat'iy nazar unutmang, uni ham o'ziga yarasha his-tuyg'usi, fe'l-atvori, kayfiyati bor. Qabul qiling. Bu haqda unutdingizmi? Kimga qiyin? Albatta sizga. Chunki insonlar turli toifa fikr va tushunchalarga ega. Qabul qila olmayapsizmi? Asabiylashasizda. Nimaga bu bunaqa ahmoq deysiz yoki jirraki deysiz, hayotimda shu inson bo'lmasa-yu deb o'zingizni stressga olib borib qo'yasiz. Bu holatda yana bir bor aytaman, faqatgina sizga qiyin, chunki siz qabul qila olmayapsiz. Siz asabiylashsangiz u nima qiladi? O'zgarib qoladimi? Albatta yo'q. O'zga bir insonni o'zgarishini kutib yashashda o'zi nodonlik. Undan ko'ra, endi bu inson shunaqada, fe'l-atvori shu, Alloh insof bersin deb yengilgina munosabat qiling. Hayotni qiyinlashtirishni hojati yo'q. Hamma siz bilan bizni xarakterimizga to'g'ri kelishi kerak deb hayotni qiyinlashtirmaylik demoqchiman. O'zga insonlarni ham sizga yoqishga majburlamang. Farqi yo'q kim bo'lishidan qat'iy nazar. Uni o'zgartirishga, o'zingizni didingizga moslashtirishga yoki bo'lmasam idealingizga yaqinlashtirishga harakat qilmang. Insonlarni qanchalar boricha qabul qila olsangiz, shuncha o'zingizga oson bo'ladi. Siz kim bilan